Qulaylik va tejamkorlikni bittada birlashtirgan texnika izlayapsizmi? Unda IRF 260 muzlatgichiga e'tibor qaratishingizni so'raymiz. Bu model oddiy maishiy texnika emas, u har kuni sizga xizmat qiladigan yordamchingizga aylanadi. Bir qarashdayoq uning sodda, ammo zamonaviy dizayni ko'zga tashlanadi. Balandligi 180 cm bo'lgan bu muzlatgich oshxonada tartib va minimalizmni saqlagan holatda juda ko'p joyni egallamaydi. Shu bilan birga uning ichki imkoniyatlari tashqi ko'rinishdan ancha keng. 250 litrlik hajm bu katta oilaning foydalanishi uchun yetarli hajm degani. Mahsulotni alohida tartib bilan joylashtirish mumkin. Ya'ni muzlatgichni ochganingizda kerakli narsani izlab ovora bo'lmaysiz. Hammasi o'z joyida bo'ladi. Eng muhim jihatlardan biri multi havo oqimi tizimidir. U muzlatgich ichidagi haroratni barqaror ushlab turadi va mahsulotlarning tez buzilib ketishining oldini oladi. Bu ayniqsa yoz oylarida juda muhim, shunday emasmi? No Frost texnologiyasi esa hayotingizni yanada yengillashtiradi. Nega deb o'ylayapsizmi? Muz yig'ilishi, qo'lni tozalash kabi muammolarni butkul unutasiz. Barchasi avtomatik tarzda amalga oshadi. Elektron boshqaruv orqali barcha jarayonlarni oson nazorat qilish mumkin. Ichki LED yoritish lampasi esa nafaqat qulaylik, balki zamonaviylik hissini ham beradi. Energiya tejamkorligi sinfi A+ bo'lib, bu muzlatgichni iqtisodiy jihatdan ham foydali tanlov ekanini ko'rsatadi. Kam sarf, yuqori samara aynan kerakli balansdir. IRF 260L bu shunchaki muzlatgich emas, bu tartib, qulaylik va ishonchni bir joyda jamlagan texnika. Ideal, sifat va ishonchlilik kafolati.